Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz umurtqasiz hayvonlarning xilma-xilligi. Ushbu slaytimizda umurtqasizlarning vakillari bilan tanishib o'tishimiz mumkin. Dengiz yulduzi, mollyuskalarning vakili suv shillig'i va quruqlikdagi umurtqasizlardan chumoli bilan tanishib o'tishimiz mumkin. Hayvonlarni o'rganuvchi fan bilan tanishamiz. Hayvonlarning tuzilishi, hayoti, xilma-xilligi va tarqalishini zoologiya fani o'rganadi. Zoologiya fani yunonchadan zoon hayvon, logos fan degan ma'noni anglatadi. Yer yuzidagi hayvonlar bir-biridan keskin farq qiladigan har xil muhit sharoitlarda tarqalgan va hayot kechiradi. Jumladan suv muhitida, tuproq muhitida, quruqlik havo muhitida va tirik organizmlar tanasida hayot kechiradi. Hayvonot dunyosi ikki kichik dunyoga, umurtqasiz va umurtqalilarga ajratiladi. Ushbu rasmda umurtqasizlarning vakillari bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Umurtqasiz hayvonlar bir qancha tiplardan iborat bo'lib, keling ular bilan tanishib chiqamiz. G'ovak-tallilar tipi, knidariyalar tipi, yassi chuvalchanglar tipi, to'garak chuvalchanglar tipi, halqali chuvalchanglar tipi, mollyuskalar tipi, bo'g'im oyoqlilar tipi, igna tallilar tipi. Knidariyalar tipiga kiruvchi hayvonlarning tanasi radial simmetriyaga ega. Ularda to'qima va organlar rivojlanmagan, tanasi ikki qavat bo'lib joylashgan hujayralardan iborat. Tashqi qavati ektoderma, ichki qavati endoderma deb aytiladi. Bo'shliq ichlilar tipi yoki knidariyalar ham deb keldi ushbu adabiyotimizda. Demak, bo'shliq ichlilar tipiga gidroid poliplar, sifoid meduzalar, koral poliplar sinflarini olishimiz mumkin. Gidroid poliplar sinflariga chuchuk suv gidrasi misol bo'ladi. Sifoid meduzalarga meduza, iltizog'iz meduzasi, koral poliplarga oddiy aktiniyani misol qilib o'tishimiz mumkin. Keling, mana shu joyda videoni pauza holatiga keltirib, ushbu ma'lumotlar bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin. Yassi chuvalchanglar tipi. Yassi chuvalchanglarda ektoderma va endodermadan tashqari mezoderma ham rivojlangan. Yassi chuvalchanglar haqiqiy to'qimalar va organlar, ya'ni hazm qilish, ayirish, jinsiy, sezgi va nerv sistemasi rivojlangan. Ikki tomonlama simmetriyali hayvonlardir. Ularda qon aylanish va nafas olish organlari rivojlanmagan. Parazit hayot kechirishga moslashuv tufayli tasmasimon chuvalchanglarning hazm qilish sistemasi yo'qolib ketgan. Xo'sh, demak, aynan nimaga hazm qilish sistemasi yo'qolib ketgan bo'lishi mumkin? Chunki ushbu yassi chuvalchanglarning vakillarida demak, bevosita xo'jayin organizmida yashagani uchun ham xo'jayinning ozuqasiga sherik hisoblanadi va uning ozuqasidan oziq sifatida foydalanganligi sababli ham hazm qilish sistemasiga ehtiyoji yo'q. Yassi chuvalchanglar tipini kiprikli chuvalchanglar sinfiga, tasmasimon chuvalchanglar sinfiga va so'rg'ichlilar sinfiga bo'lib o'rganamiz. Demak, kiprikli chuvalchanglar sinfiga oq planariya misolida, tasmasimon chuvalchanglar sinfiga qoramol tasmasimoni, so'rg'ichlilar sinfiga jigar qurtini misol keltirishimiz mumkin. Oq planariya ko'l va daryolar tubida hayot kechiradi. Planariya yirtqich hayvon bo'lib, chuvalchanglar, qisqichbaqasimonlar va hasharotlar lichinkasi bilan oziqlanadi. Quyida bir qancha parazit hayvonlar keltirilgan, ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin. So'rg'ichlilar va tasmasimon chuvalchanglar sinfi vakillari parazit hayot kechiradi. Parazit hayvonlar voyaga yetgan davrida asosiy xo'jayin organizmida, lichinkalik davrida esa oraliq xo'jayin organizmida yashaydi. Jigar qurti voyaga yetgan davrida odam, qo'y, sigir, ot jigarining o't yo'llarida. Qorin so'rg'ich yordamida parazit o't yo'llariga yopishib olib, o't suyuqligi bilan oziqlanadi. Jigar qurtining lichinkasi esa mollyuskalarda parazitlik qiladi, ya'ni bu oraliq xo'jayin hisoblanadi. Yuqorida e'tibor bergan bo'lsangiz, asosan asosiy xo'jayini bu sut emizuvchilar, oraliq xo'jayini esa umurtqasiz hayvon, ya'ni
o'sha mollyuskalar vakili hisoblangan suv shillig'i hisoblanadi. Qoramol tasmasimon chuvalchangi voyaga yetgan davrida odamning ingichka ichagida parazitlik qiladi. Tanasining uzunligi 8-10 metrga yetadi. Gavdasining old tomonidagi 4 ta so'rg'ich yordamida parazit o'z xo'jayini ichagi devoriga yopishib oladi. To'garak chuvalchanglar yoki nematodalar. To'garak chuvalchanglar tipiga odam askaridasini misol qilib olishimiz mumkin. Ushbu rasmda ifodalangan. Odam askaridasining tanasi duksimon shaklda, oqish yoki sarg'ish rangda bo'ladi. Erkak askarida dumining uchki qismi qorin tomoniga qarab ilmoqqa o'xshash egilgan. Mana ko'rib turibmiz. Demak, yopish organlari rivojlanmagan. Askarida ingichka ichakda parazitlik qiladi. Keyingi tipimiz bu halqali chuvalchanglar. Halqali chuvalchanglar ham ko'p tuklilar, kam tuklilar va zuluklar sinfiga bo'linadi. Ko'p tuklilarga Neridan misol keltirishimiz mumkin. Asosan dengiz tubida o'rmalab hayot kechiradi. Demak, mana tashqi tomondan qarasangiz, demak halqali chuvalchanglar tanasini tashqi tomonda ko'plab tuklarni ko'rish mumkin. Kam tuklilarga yomg'ir chuvalchangi asosan tuproqda yashaydi. Zuluklar sinfiga tibbiyot zulugi parazit bo'lib, umurtqali hayvonlarni qonini so'radi. Yomg'ir chuvalchangi in qazib, tuproqni yumshatadi. Tuproqni ichagidan o'tkazib, uni donador qiladi. Bu esa tuproqqa suv shivilishi va havo kirishini osonlashtiradi. Bo'g'imoyoqlilar tipi. Bo'g'imoyoqlilar ikki tomonlama simmetriyali, tanasi va oyoqlari bo'g'imlarga bo'lingan, gavdasi xitin kutikula bilan qoplangan. Kutikula ichki organlarni himoya qiladi va tashqi tayanch sklet vazifasini bajaradi. Ushbu rasmlarda qisqichbaqa simonlar ifodalangan. Tashqi tomondan qarasangiz, demak, xitin kutikula qavatini hamda qanday vazifa bajarishini tushunib o'tishingiz qiyin emas. Daryo qisqichbaqasi chuchuk suvlarda yashaydi. Qisqichbaqa xamaxo'r hayvon bo'lib, suvitlari, chuvalchanglar, hasharot lichinkalari, ba'zan ularning murdalari bilan ham oziqlanadi. Daryo qisqichbaqasi tanasining bosh, ko'krak qismlari harakatsiz qo'shilgan bo'lib, bosh ko'krak deb yuritiladi. Yurish oyoqlarida qisqichlari bor. Birinchi juft oyoqlari qisqichlari juda yirik bo'ladi. Mana ko'rib turibmiz. O'rgimchak simonlar sinfi. O'tli o'rgimchakning tanasi bosh, ko'krak va qorin qismlaridan iborat. Mana ushbu rasmda ifodalangan. Bosh ko'krakning ustki tomonida 4 juft oddiy ko'zchasi. Oldingi uchida 2 juft og'iz organlari joylashgan. Og'iz organlarining birinchi jufti tirnoqsimon o'simta bilan ta'minlangan bo'lib, o'ljasining tanasini teshish vazifasini bajaradi. Uning asosida esa zahar bezi joylashgan. Demak, o'rgimchaklar turkumi, demak, o'rgimchak simonlar sinfi, demak, o'rgimchaklar turkumini, chayonlar turkumini va falangalar turkumini tashkil etadi. Ushbu rasmlar bilan ifodalangan, demak, o'rgimchaklar turkumiga mansub butli o'rgimchak, chayonlar turkumiga mansub sariq chayon hamda falangalar turkumiga mansub falanganing rasmi bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Jag'lari sanchilganida, ya'ni biz butli o'rgimchakning ma'lumotlari bilan davom etamiz. Jag'lari sanchilganida zahar tirnoqlar ichidagi naycha orqali o'ljasi tanasiga tushadi va uni o'ldiradi. Bosh ko'krakda uzun va ingichka 4 juft yurish oyoqlari ham joylashgan. Demak, nechta ekan? 8 ta. Qorin bo'limining hamma bo'g'imlari qo'shilib ketgan. Qorin bo'limining keyingi uchida 3 juft o'rgimchak so'ganlari bo'lib, ularga o'rgimchak bezlarining yo'llari ochiladi. O'rgimchak bezlarining ajratib chiqaradigan suyuqlik havoda qotib, o'rgimchak ipiga aylanadi. O'rgimchaklar haqidagi fan bu arxeologiya, ya'ni o'rgimchaklarni o'rganuvchi fan hisoblanadi. Keyingi, demak, hasharotlar sinfi. Hasharotlarni xilma-xil vakillarini ifodalashga harakat qildim. Tanishib o'tishingiz mumkin. Mana bu yerda kapalaklar, har xil qo'ng'izlar, mana demak, bu
beshik tebratar, xonqizi, asalarilar keltirilgan tomosha qilib o'tishingiz mumkin. Hasharotlarning tanasi bosh, ko'krak va qorin bo'limlaridan iborat. Biz yuqorida ko'rgan hasharotlarimizda bosh, ko'krak va qorin deb ketilgandi. Ikkita qism. Endi hasharotlarga kelganimizda bularda bosh alohida bo'lyapti, ko'krak qismi alohida va qorin bo'limlari alohida bo'limlardan iborat bo'lyapti. Boshida bir juft mo'ylovlari, ko'zlari, jag'lari bor. Ko'krak bo'limida qanotlari va 3 juft oyoqlari joylashgan. Nimani sezdingiz? Demak, hasharotlarda, mana rasmdan ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu bronza qo'ng'izida, demak, 6 ta oyoqlar. O'rgimchaklarda esa 4 juft yurish oyoqlar, ya'ni 8 ta edi. Hasharotlarni o'rganuvchi fan, demak, entomologiya ekan. Keling, hasharotlarning turkumlari bilan tanishamiz. Birinchi, demak, ninachilar turkumi. Bizga moviy ninachi va suluv ninachi misol bo'ladi. To'g'ri qanotlilar turkumiga cho'l chigirtkasi va yashil temirchak. Suvaraklar turkumiga sariq suvarak. Ikki qanotlilarga uy pashshasi va oddiy chivin. Tangacha qanotlilar turkumiga karam kapalagi hamda mahon kapalagi. Qattiq qanotlilar turkumiga yashil bronza qo'ng'izi va go'ngxo'r qo'ng'iz. Parda qanotlilar turkumiga oddiy asal ari va sariq ari misol bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi mavzumizning qisqacha mazmuni shundan iborat edi.